Telefonda Qur'onni nimasi bor, programmasi bor. Uni tahoratsiz o'qisa ham bo'ladi. Mushafu sharifni la yamassuhu illal mutahharun, Qur'oni Karimni ushlashlikdan qaytargan Alloh taolo. Uni faqat pok holatdagina, ya'ni tahorat bilangina ushlanglar degan. Tahoratsiz ushlashlikdan qaytargan. Ushlashlik, o'qishlik emas, ushlashlikdan qaytargan. Ammo lekin og'zaki o'qimoqchi bo'lgan kishi bo'lsa yoki telefonida o'sha Qur'on bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali Qur'on o'qisa tahorat shart emas. Albatta tahorat bilan bo'lishligi bu fazilat, bu yaxshilik. Mabodo tahorat qilishlikka imkoniyati yo'q, shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa, tahoratsiz o'qisa ham bo'ladi. Nimaga? U haqiqiy harf emas. Uni shundoq qilsangiz o'chib ketadi. Bu sobit turgan harf mushaf hukmini oladi. U mushaf hukmini olmaydi. Uni muzabzabot deb qo'yadi. O'sha o'chib, yonib, yo'qolib ketadigan narsalar. Mana masalan Qur'oni Karim programmasi bor-a telefoningizda. O'chirib qo'yib tahorat xonaga kirib keta olasiz. Shu joizmi? Xuddi shu joiz bo'lgani kabi, ya'ni uni ekranga chiqarib olib turib, o'qib yana qaytib o'chirib qo'yishlik tahoratsiz odamga ham joiz. Imkon qadar, ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapimiz Qur'on bilan bog'lanishlik kerak bo'ladi.